Oldingi hafta İstanbul Bosh taftish mahkamasi Xitoyni Turkiyadagi Uyg'urlar haqidagi ma'lumotlar bilan ta'minlagan 6 Xitoy jasusini qo'lga olgan edi. Taftish mahkamasining tutish buyrug'i orqali jasuslarning kimligi va harakatlari dastlabki qadamda oshkorlangan bo'lib, Turkiya xabar to'ri bu haqdagi bir qism ma'lumotlarni e'lon qildi. Egilishicha, Sodiq Mehmet Aziz ismli jinoyat gumondori Xitoyning jasuslik organi bo'lgan Davlat bexatarlik ministerligining amaldori va Qo'g'liq noyisining muavin hokimi Li Familli Xitoy bilan Yanponda va Yuzturani ko'rishgan. Sodiq Mehmet Aziz 2000 yillarning 5-dan boshlab Xitoy jamoat xavfsizlik ministerligining sobiq xodimi Motivulla va Xitoy davlat bexatarlik ministerligining xodimi Olimjon qatorliq jasuslar bilan Yanpon orqali va Yuzturani ko'rishib turgan. Sodiq Mehmet Aziz 2023-yili 2-oyda Hong Kongga borgan bo'lib, Hong Kongdan Qashqar viloyati Qo'g'liq noyisida Li familiyalik va Olimjon ismli ikki jasus bilan Yuzturani ko'rishgan. Orqadan u Saudiya Arabistonining Jiddiy shahrida Olimjon bilan yana bir qatim ko'rishgan. Mutaxassislar Xitoy ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonda Uyg'urlarning an'anaviy va diniy to'y marosimini cheklashi va Xitoycha to'y marosimi o'tkazishga majburlashini madaniyat qirg'inchiligining isboti deb ko'rsatdi. Xitoy hukumatining tashviqoti bilan Sharq Turkistondan tarqatilgan bir qism qisqalarda doiralarning Uyg'urlarni Xitoycha so'zlashga, Xitoycha kiyinishga, Xitoycha yashashga, Xitoyning bayramlarini tabriklashga, hatto to'y marosimini Xitoy tilida tabriklashga qistiganligi oshkorlandi. Avstraliyada chiqadigan xabarchilar gazeti Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni tarafidan e'lon qilingan Xitoyning organ savdosi to'g'risidagi doklatining tafsilotini oshkorladi. Xitoy hukumatining Uyg'urlar va Sharq Turkistondagi boshqa turk jamoatlariga qarshi elib borgan bir qator kishilik huquq dafsandichiligi yana bir qatam o'tirg'a chiqdi. Doklatda Bejinning yig'ilish lagerlariga qamalgan begunoh Sharq Turkiston xalqining a'zolarini majburiy yig'ilish orqali qora bozorda milliard dollar kirim qilganligi va a'zolardan sog'lom bir jigarning 160 ming Amerika dollariga sotilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Janubiy Kavkaz rayonidagi ikki qo'shni davlat Ozarbayjon va Armeniya 28-29 fevral kunlari Germaniyada tinchlik kelishimi hosil qilish uchun birga keldi. 2 kunlik suhbatga sohibxonlik qilgan Germaniya tashqi ishlar ministrlari Annalina Bayrburg chorshanba kuni 3 taraf yig'indan ilgari Ozarbayjon va Armeniya tashqi ishlar ministrlari bilan ayrim ko'rishdi. Yaponiyada tug'ilish nisbati 8 yil tuvalligan bo'lib, to'y qilganlarning soni tunji qatim 2,5 milliondan tuvan bo'lgan. Egilishicha, bu davlatda tug'ilish nisbati bulturqidan 5,5% tuvalligan bo'lib, 489,281 nikoh xotirlangan. Kabinetning bosh kotibi Yoshimasa Hayashi mundaq dedi: 2030-yilga bo'lgan kelgusi 6 yilda yoshlarning soni tez azaydi. Bu yüzyılnishni o'zgartirishning oxirgi fursati bo'ladi. Yevropa parlamenti tunji qatim Isroiliyaning hujumlari davomlashayotgan G'azada darhol va mangulik urush to'xtatishni talab qildi. Yevropa parlamenti umumiy yig'inida dunyodagi kishilik huquq va demokratiyaning vaziyati va Yevropa ittifoqining uningga qaratgan siyosati temasida tayyorlangan 2023-yildagi doklad 265 bilet bilan ma'qullangan bo'lib, 253 kishi qarshi turgan va 10 kishi ovoz berishdan voz kechgan.